Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, akalar, hoji tog'a, hamma. Bugun biz Quvada yagona bo'lgan Optim elektroskuter, elektroveli, germanskiy har xil turdagi velosipedlar do'koniga kelganmiz. Bugun sizlar bilan hammasini obzor qilib o'tamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'liqsiz, charchamasdan kelasizmi? Bugun xudo xolasa ushbu do'konimizda eng arzon va eng sifatli bo'lgan skuterlarimizni yana bir bor obzor qilib o'tamiz. Bizning videomizni ko'rishdan oldin obuna bo'lib, like, komment bosib ketish esdan chiqmasin. Xudo xolasa narxlarimiz rosa ham arzon, dastavka xizmatlarimiz ham bor, O'zbekiston bo'ylab viloyatlarga bor. Iloji boricha 25-30 kilometr joyimizga dastavkalarimiz bepul. Qolgan nimalarga kelishamiz narxlarni. Shu cho'ldirali skuterlarimiz kelgan 300 kilo yuk ko'taradi. Bu yerda odam mindirib ketsa bo'laveradigan bemalol 3 kishi eshiklari ochilib yopiladi, yoqda ham eshiklari bor. Bu yerda ham yonida bemalol 2 kishi ketaveradi, osh tog'alarimizga, nevaralar bilan mindirgan rosa zo'r narsa ekan. Oldin kelyapti bunaqa, oldingi videoda ko'rgan bo'lsanglar, undan sifati allaqancha yaxshi bo'lib keldi. Buni bunday qilib yopasiz, mana. Yopib yoqdan bunday ko'tarib mana. 2 marta taklanadi bu, bunday qilib bemalol yukxona sifatida ishlatib ketsangiz ham bo'laveradi, motoroller hisobida. 300 kilogacha olaveradi maksimum. Keyin diskalarni ko'rsatmayman, diskalari ham saka diskali ham, g'ildirayi ham shirokiyroq oldingiga qaraganda. Lekin bunda kalit bor. Kalitdan tashqari kartani o'zida ham yuradi. Kartani ham bunday qilib qo'ysangiz yuraveradi. Zerikmaslik uchun maytafonlar qo'yib qo'yilgan. Sidinalari ham ancha yumshoq, lekin o'tirsangiz menga oldingidan yoqqan tomoni qulay, qandaydir roli borki, o'ziga qulay ekan, belingizni toldirmas ekan. Lekin bunaqa dugalar ishlab chiqarishibdi, baqotroq dugalari. Narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, $850 dan qilib beramiz. Keyin bu full pakalini o'tgan safargi 5 kilometrlik kelgan, 6 kilometrlik, 32 likdan 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yuraveradi bemalol. Ranglarini ham eng chiroyli ranglarni olib kelib qo'yganmiz. Bitta ranglarni ham ko'rsating. Bunisi ham bir xil, bunisi ham bir xil. Hozir mana shu turgan akkumulyatorlarimiz 50 kilodan 100 kilo bo'ladi. Keyin 100 kilodan tashqari bitta yana 2 kishi kelsa, bitta shofer ham bemalol ketsa bo'laveradi. O'zimiz sinab ko'rdik buni. Bundan tashqari mana buni ham ko'rsatib qo'ying. 3 o'ldirali velosipedimizni ham rosa ko'pchilik so'rayapti. Masalan, boshqa viloyatlardan Qashqadaryo, Surxondaryo yo'lmasa vodiydan rosa so'rashyapti. Opoqalarga, yosh katta tog'alarga mana zo'r ekan, yurishlari ancha yengil. Qo'l tormozli bo'ladi. Sizlar so'rayapsizlar, biz olib chiqyapmiz. O'tgan videoda rosa biz tugadi, bundan yana bitta yig'ib qo'ydik. Oldin qolmadi bundan. Setkalari bor, xarajat-barajatga solgani zo'r. Narxi 1.900.000 so'm. Bu zavodskiy holati bo'ladi. Zavodskiy holati. Bu kapaligi keyin. Kapaligini ham o'tgan safar obzor qilib berdik. Rangi mo'kir rangi kelgan. Narxlari yana ham arzonlashgan. Narxi $740 dan qilib beryapmiz, bor ekan. 32 lik, 7 tormozli, bitta zaryad bilan 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yuradigan ruchnoy tormozlari bor, dvorniylari ishlaydi, ayniklari bor, tepada projektorlari bor. Sovg'aga, dadangizga yo'qmasa onangizga olib bergani rosa zo'r variant. O opoqlarga, mana opoqlarimizga, yosh katta oshtoqlarimizga mana shu zo'r variant bu ham. Buni ham bitta ko'ramiz, olib chiqamiz. Bu transformer degani bu. Buni 5 kilometr bo'ladi. Bitta zaryad bilan 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yuraveradi. Maytafonlari bor, aynagi bor. Plus lekin bunaqa nimalari bor. Qutishasi bor. Keyin yana eng zo'r tomoni buni bunday qilasiz, qarang. Buni bunday qilasiz. Bu sidina bo'ladi, hatto yukxona bo'ladi. Bunday qilib taklaysiz. Bunisi ham bunday qilib ochasiz. 2 kishi, 3 kishi bemalol ketaveradi bunday. 3 ta skorsi bor, qolgan skorsiga qo'yib bersangiz bo'laveradi. Lekin g'ildiraklari ham katta, g'ildiraklarni ham olib qo'ying. G'ildiraklar oldingidan ancha katta kelgan. Tormoz sistemalariga e'tibor beramiz, lekin ya'ni yosh katta odamlar ko'pchilik oyoqqa qiynaladi, oyoq og'riydi, yo'qsa oyoq oqsoq bo'ladigan tog'alarimizga qo'l tormozi bor. Qo'l tormozlari eng zo'r fakelinada ishlab chiqarilgan, parkovka, ruchnoy vazifasigacha bajarib beradi. Sanchiyda xullas tormozlari bor. Shunaqa. Bunisining narxi $550. Keyin bunaqa velosipedli skuterlarimiz kelgan.
Magnitofoni bor, saka diskali, g'ildiraklari katta, yumshoq vonatda, 7 tormozli, 4 akkumulyatorli bitta zaryad bilan 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yuradi bu ham. 4.200.000 so'm. Bunisi velosiped, bundan oldingi kelgan varianti. Bu tovoq bo'lib ochiladi bunisi. Ne ochilib, ne bo'lib, suyanchiq bo'lib ketsa bo'laveradi. Bu spesial varianti, bu 25 kilometrdan 40 kilometrgacha yuradi. Narxini $220 qilib beramiz. Mana undan kelganidan keyin. Yangilikni xohlayotganlar uchun yangilikni beradi. Topmay xichamgina, ancha-muncha joydan kirib chiqib ketadigan, tormoz sistemalari zo'r ishlaydigan, yetmagani unaqa boshlarni qilib qo'yilgan, orqa dizaynlari, yo'llari va eng qulay va yumshoq bo'lgan skuterimiz. Akkumulyatori 5 talik, zaryad bilan 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yuraveradi. Plus magnitofon bor bunda. Bluetoothdan ulab olib, ashula Qur'on eshitib ketsangiz bo'laveradi. Oyoq qo'y yo'llari bor, dugachalari bor, yiqilmasinga. Shunaqa. Narxi $320 dan qilib beramiz buni. Xo'p, mana ularni bor. Hamma bilgan ochki modelning yangi versiyasi bor. Dugasi bor, 5 ta akkumulyatorli, keyin pulti ham bunaqasi bor. MC kartasi bor-ku. Mana bonusdan ham yurgizib qo'yasiz, bunday qilsangiz yuradi. Mana. Bu ham xuddi shunaqa 40-60 kilometrgacha yuradi. E'tibor beramiz lekin buni tormoz sistemalari oldingilariga oldida jitkisli bo'lardi-da. Orqasi kalotka bo'lardi. Kalotkadan jalba bo'laveradi. Tros qo'yish kerak, kalotka qo'yish kerak. Skuter mingan akalarimiz biladi uni. Bunga yechim topgan holatda, xudo xolasa, xitoylik akaxonlarimiz orqasiga jitkisli qilib jo'natishvordi. Orqa tormozi ancha sifati oshdi. Jalba tushmaydigan bo'ldi, xudo xolasa. Keyin qanotlari katta bo'ldi, oyoq qo'y yo'llari bo'ldi orqaga. Bunisi ham xuddi shunaqa. Bularimizni narxi hop 4.800.000 so'mdan qilib beramiz bu joyga. Keyin bunaqa cho'ntak modellarimizni ko'rsatib qo'ying. Cho'ntak modellarimiz bor. 4 ta akkumulyatorli, bitta zaryad bilan 40 kilometrdan 50 kilometrgacha masofani bosib o'taveradi. Boklar orqada variant. Buni narxlarini yana ham tushirib qo'ydik. Narxlarini 3.160.000 dan qilib beryapmiz. Bor barakaga. Noolasa eng zo'r katta akkumulyatorli, razmerlar 14 ga 250, bitta tezlik 55 ga chiqadi. Telefon postavkalari zaryad qiladi. Egallari ham libo yoshdagi odamlarga tushib ketaveradigan, qulay, ixcham bo'lgan variant bu. Motorlari 350 talik. Boltlarini ochamiz mana, boltlarning ichida kaskasi, jileti, zaryadchigi, pedali, texpasportlari ham bor edi, kitobchasi, qo'llanmasi, hammasi yerda bor. Keyin bularni olib tashlab turib, endi o'zbek xarajat 4 ta non, 1 kilo go'sht, no'xat, po'xat solib ketaveradi. Bu xuddi shu skuterimizning kattaroq versiyasi. Saka diskali bo'ladi 16 lik. Buni boklari ham yotgan holatda kelgan. Qanotlari temirli. Plus buni oyoq qo'ydigani bor. Keyin akkumulyatori 5 talik buniki. Tezroq yuraman deydigan akalarga, o'g'illarimiz, akalarimizga mana shu tushadi. Bunimiz keyin tormozi jitkisli buni. Vilkalari yumshoqroq ishlaydi. Buni narxi hop 4.300.000 so'm qilib beramiz buni. Bunda keyin akalar nima qilmaymiz, hushyorroq bo'lamiz. Bundan oldingi kelgani kartasi yo'q buni. Buni kartasi bor. Bunday qilsangiz yonadigan rejimi bor. Bu juda qimmatroq va sifatliroq nimasi bo'ladi. Varianti bo'ladi. Keyin Redline o'sha hamma tanigan va bilgan Redline'ni o'g'li desa ham bo'laveradi. Diskalariga, balonlariga bitta e'tibor berib qo'yamiz. Keyin tormoz sistemalariga e'tibor beramiz. Jitkisli bo'ldi bu safar. Kartalar qo'shildi, akkumulyatorlarni endi qo'yamiz. Yangi yig'ib o'tib qo'yapmiz, ketyapti. Sizlarga ham buni ulashib boramiz video davomida. Bizni ko'rib obuna bo'lib tursanglar, orqalari ham mana shu chiroqli, o'zi ham rosa menga yoqdi. Yurishlari ham, tezligi ham, boshqasi ham gap bo'lishi mumkin emas ekan. Lekin oyoq qo'ydi yo'llarini qarang, oyoq qo'ydi yo'llarini ishlab qo'yganmi? Mashalloh. Keyin amazonlari ham o'ta yumshoq tarzda ishlayotgan. Keyin mana bunimizning narxi $430 dan qilib beramiz buni. Redline. Bu viloyatda dastlabki xizmati bor. Bunisi hozir ko'rsatib o'tdi, ochki modelda, xuddi shunday dugasi yo'q hisoblanadi. Qolgan hamma yo'q bir xil, jitkislari bor. Narigisini ko'ring-da. Narigisi dugaligida mana bunisi. Ashini dugasi yo'q varianti bunisi. Katta qolgan hamma yo'q bir xil. Akkumulyatorlarigacha 5 talik, boklarida hamma yo'q bor. Buni ham kaskasi, jileti, pedali hamma yo'q bor. Bunimizning narxi 4.700.000 so'mdan qilib beramiz buni.
Ayoq qo'yadigan ham bor, lekin e'tiborli beramiz. Shunaqa. Mana bunisini aytyapti odam o'tgan safar mana. Buni to'rimizni oldida-da jitkisi. Ko'ringmi? Bering, men ko'rsataman. Mana jitkisi oldida buniki. Orqasi kalotkali buniki. Bu arzonroq qilib beramiz buni. Ko'rdingizmi? Narigini orqa to'rimizni jitkisli buni. Buni. Shindira u. Shuni sifatiga narxi juda arzonlaydi bu. Bunisi 4.700 ming bo'ladigan bo'lsa, bunisini hop 150 ming arzonga qilib beraveramiz. 4.550 ming bo'ladimi? 4.550 ming so'mga chiqarib beramiz. Bunisi ham xuddi shunaqa variant, narigi qimmatidan bunisi 4.700 ming so'm bunisi ham. Keyin manasi bor. 6 akkumulyatorli so'raganlarga 6 akkumulyatorli. 6 akkumulyatorlida 5 talik bilan kilometri bir xil yuradi, просто tezroq yuraman. Menga tezlik kerak deydigan akalarimizga mashinasi bor. Bunisining narxi 4.900 ming so'mga qilib beramiz ana. Alloh barakasini bersin. Eng arzoni bizda bo'lsin mana. Buni ham kaskasi, jileti, oyoq qo'yadigan dugalari, oyoq qo'yadigan patnoshkalari, cho'ntagi, vishilkalarigacha bor. Vishilka salapan-palapangani. Keyin e'tibor beramiz, to'rimizni ikkala nimasi ham jitkisli qilib ishlangan buniki. Bakilashga soladigan qutisi. Bunisi ham bor. Keyin bunisini olib qo'yamiz. Bunisi ham mana hali ko'rsatib o'tdik. Narxi bir xil, qo'ygan rangi boshqacharoq. Hamma svetda. 3 xil svetda toblanib, yonib nima qilib beradi. Bunisi hop 6 ta akkumulyatorli 32 likda tezlikni xush ko'ruvchi. Ancha-muncha joyga, uzoqroq joyga boraman deydigan akalarga mashinasini bemalol tavsiya qilaveramiz. Akkumulyatorlar 32 lik qilib ishlangan uchun 80 kilometrdan 90-100 kilometrgacha bemalol bosib o'taveradi bunda. Keyin dugalari bor, ikki kishi bemalol ketsa bo'laveradi, cho'ntagi bor, magnitofoni bor, zerikib ketmaydi. Narxi $700 tushib beramiz. Bu variantni rangi bunaqasi, keyin qorasi bor. Qorasini ham olib qo'ying. Keyin mana tank skuterning yangilangan modeli kelgan 2025. O'ta go'zal va o'ta chiroyli bo'lgan. G'ildiraklari ham kattalashgan, e'tibor beramiz. G'ildiraklar katta ham 7 tormozli qilib ishlangan. Oldiga faralar chiqqan. Faralarni bitta ko'ringda, men yoqaman. Qarang. Faralari ham vashi neobishniy qilib ishlangan. 3 xil svetda yonib beradi. Pir-pir edi, ko'k yonadi, aylari yonadi migalkada. Oyoq qo'yadigan bor, orqada ham, oldida ham. Hop, tezlik 75 ga chiqadi maksimalni. Bu ham 32 lik akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Xohlasanglar 20 talik qo'yib beramiz, arzonroq bo'ladi. Hozir mana shu turgan holati $700, 20 talik qo'yib beradigan bo'lsak, $650 ga qilib beraveramiz. Keyin yonida ham dugasi bor. Ancha plastmassalarga zashta bo'lib beradi. Motorolimiz qolgan, keyin bitta motorolimiz. 1 tonnali, hop, 60 volt 58 lik akkumulyator bilan jihozlangan. Oldida dugalar bor, 3 qavatli profildan tashkil topgan. Magnitofoni bor, oldi oynasi bor, kaska jiletini qo'shib beramiz. 45-50 ga chiqadi tezligi. Keyin manasini onasini ochingda. Ashuni ochib, bag'da sidina qilib o'tkazib ketsa ham bo'laveradi. Korobka tegib qolyapti-kan. Sidina ham bo'ladi, ham odam indirsangiz ham yuk tashsangiz bo'laveradi. Narxi $1150. Keyin katta akkumulyatorli va kichkina akkumulyatorligi bor arzonroq. Keyin motorlari ham 1.5 ming wattli. Xo'p. Yangilik so'raganlarga mana yana bitta yangiligimiz. 3 g'ildirakli skuterimizni ham yumshoq, ham orqasi keng qilib ishlangan varianti. Narigilar ko'rgan bo'lsangiz, orqasi torroq edi manasi. Keyin g'ildiragini oling, g'ildiragi ham ancha kichkinaroq edi. G'ildiraklari ham katta bo'ldi, lekin marta ikkish ketadigan bo'lsa ham qisilishmay ketaveradi endi bemalol. Keyin rushnoyi bor, ham qo'lda bor tormozi, ham oyoq qismida bor tormozi. Orqalari ham, manitlari ham to'silgan, lekin oyoqqa shabada urmay ketaveradi. 5 ta akkumulyatorli, 20 talik akkumulyatordan jihozlangan. Bitta zaryad bilan 40 kilometr yuradi. Xo'p, narxi $700 tushib beramiz. Bundan tashqari velosipedlar ham bor. Ichkarida ham yig'ilyapti. Ichkarini ham bitta ko'rsatdim. Ichkarida ham bor. Har xilidan bor. Velosiped deysizmi, boshqa deysizmi, remont xizmatlari ham picha-picha yo'lga qo'yib beryapmiz. Kelganlarga o'zimizdan olganlar. Puncha do'yno. Xullas, Koreyadan kelib malaka oshirib kelgan akamiz skuterlarni yig'yapti. Ko'chada ko'rgan nima skuterlaringizni tanki varianti bo'ladi. Hop, bitta zaryad bilan bu ham
Akkumulyator makka joylanadi, akkumulyator qayerga tushadi yerlarga, bitta boki bo'ladi, dugalari, qolgan yoqlari bityapti. Bu ham 40 kilometr, 80 kilometrdan 100 kilometrgacha yuraverasiz. Buni ham narxi $700. Mana o'zi ham yig'ilyapgan varianti, bu ham tashqarida ko'ryapganlaringiz. Akkumulyatorni olib qo'ying, akkumulyator qaysidan bo'ladi deganlar, akkumulyator mana 32 kg, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'ladi. 20 talik bas akkumulyatori, shunga o'xshavroq bo'lasizlar. Kimga kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar, eng arzon narxlarda qilib beramiz. Like, subscribe, comment, bizga obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman.